Kuyovingiz mendan $2000 qarz olgan edi. Qaytarib bermagan. Shu vaqtgacha. Bizni bunaqa gaplardan xabarimiz yo'q. Uzr, lekin xo'jayinim birovdan qarz olganlarini umuman eshitmagandim. Bu haqida menga aytmagandilar. Uzr qizim, men bor gapni aytyapman. Qarzni qaytarishni istamasdan qachondan beri qochib yurgandi. Onamni ko'zini davolataman deb mendan pul olgan edi. Mana, muddati o'tib ketdi. Qachonlardir. Oxiri uyiga izlab borgandim. Xo'sh. Yo'q. Uzr singlim. Qizingizni bunaqa holatda ekanligini bilmagan ekanman. Kechirasiz. Qizim, bu 3-odam. Eringni qarzini so'rab kelgan. Endi tushundim. Demak, ulardan pul olib, unisiga, bunisiga o'tkazib yurgan ekanlar-da. Yangi ish boshlayapman deb. Yangi ish qilaman, biznes boshlayman deb yurganlar. Lekin oya, biron marta uyga pul olib kelganlarini eslolmayman. Mayli qizim, yur uyga. Yuzishga kira qolaylik. Adham aka. Uyga qaytgim kelyapti. Odamlar tinmay qarzlarini so'rab kelishyapti. Qayta olmayapman. Mana, oradan shuncha vaqt o'tdi. Qizim tug'ildi. Lekin ko'ra olmadim. O'g'lim ham 4 yoshga kirdi. Lekin 2 oyligida ko'rganman xolos. Qo'rqaman, bilasizmi? Qarzlarimni so'rab kelib, meni bir narsa qilib tashlashlaridan qo'rqaman. Xotining nima deyapti? Men qara. Keling deb qisamayaptimi? Har kuni keling deydi. Birgalashib oilani o'zingiz bosh bo'lib, bolalarni katta qilaylik deydi. Lekin qayoqda? O'zi tuzukroq pul yubora olmayapman-ku. Topishimning mazasi yo'q, bilasiz. Latofat yana ham indamay yuradi. Juda ham oriyatli. Tunov kuni qaynotam ham keling kuyov, o'zingiz oilangizga bosh bo'ling deb juda qattiq gapirdi. Nimamush? Biz ham qarab turmaymiz, yordam beramiz, uy joyizni qilishga biz ham qarab turmasdan ko'maklashamiz deyapti. Jon deb ketardim aka. Qishloqdan 4 so'tik yer bermoqchi. Uy joy qolsam bo'ladi. Lekin qarzdorligim bor-da aka, qarzdorligim bor. Nima qilishni bilmasdan boshim qotgan. Bilasiz-ku, qishloq joyda juda ham gap tez tarqaladi. Ularning tilini kesib olish kerak.